Ko'zga ko'ringan doktorlardan biri Zokir akani shifoxonaga kengashga chaqirishdi. Bir keksa ayolni tekshirish kerak ekan. Uning qayerdan kelganligini eshitib ko'zlari yashnab ketdi. Darhol kasalni ko'rish uchun xonaga kirdi va uzoq yillar oldin unga o'ziga mehribonlik ko'rsatgan ayolni tanidi. O'shanda havo juda sovuq edi. Mayda-chuyda narsalar sotib yurgan bolaning qorni juda ochib ketgan bo'lsa-da, maktabiga pul yig'ayotgani bois yegulik sotib ola olmas edi. Shunda yaqinroq uydan non so'rash uchun eshikni taqillatdi. Eshikni ochgan yosh juvonni ko'rib, iltimosini aytishga uyaldi va non o'rniga suv so'radi. Juvon bolaning qorni ochligini sezdi shekilli, unga suv emas bir kosa sut olib chiqdi. Zokirjon sutni ichib bo'lib, sizga qancha berishim kerak deb so'radi. Juvon esa hech qancha, onamiz bizga savobli ishlarni ko'proq qilishimiz lozimligini uqtirgan dedi. Bola bu yerdan ketar ekan, qalbini xursandlik, minnatdorchilik hislari chulg'agan edi. Bu hodisa shubhasiz uning Allohga bo'lgan iymonini kuchaytirdi. Yillar o'tib, bu qishloqda ko'p narsa o'zgardi. Zokir katta yigit bo'lib bu shaharga ko'chib ketdi. Juvon esa keksaygach qattiq kasallikka duchor bo'ldi. Qishloq doktorlari uning kasaliga yordam bera olishmagach, shahar shifoxonasiga jo'natishdi. Doktor kengash xonasiga qaytar ekan, bu ayolning tuzalishi uchun qo'ldan keladigan har qanday yordamini ayamasligini bildirdi. Uzoq davom etgan muolajadan so'ng kasallik ustidan g'alaba qozonildi. Kampir o'zini yaxshi his qilar, vrachlar ham uyiga javob berish mumkinligini aytishdi. Zokir aka Abdulloh yordamchisidan ayolni davolash uchun ketgan xarajatlari yozilgan hisob varag'ini birinchi bo'lib o'ziga ko'rsatishini so'radi. U hisob varag'iga bir nigoh tashladi-da, keyin unga nimalarnidir yozib imzo chekdi. Shundan keyingina hisob varag'ini ayolga olib borib berishdi. Ayol konvertni qo'liga olar ekan, vujudini biroz qo'rqinch hissa chulg'adi. Chunki davolash xarajatlarini to'lay olmasligidan iztirobda edi. Allohdan yordam so'rab konvertni ochdi va uni tekshira boshladi. Uning e'tiborini hisob varag'ining pastki qismida qo'lda yozilgan quyidagi so'zlar tortdi. Bir kosa sut bilan to'langan. Bu so'zlar ortida doktor Zokir Abdullohning imzosi turardi. Ayol bir vaqtlar uning uyiga suv so'rab kelgan ozg'ingina bolani va sutni esladi. Quvonchdan yig'lab yubordi. Ko'z yoshlari yuzlarini yuvar, lablari esa tinimsiz pichirlardi. Allohim, sen mehribonsan. Sening rahmating cheksiz va bu rahmatingdan insonlarning ham qalbiga solganing uchun senga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muttafaqun alayhi darajasiga ko'tarilgan hadisda marhamat qiladilar. Kimki halol kasb qilib bir dona hurmachalik sadaqa qilsa, Alloh taolo uni qabul qilgaydir. So'ng sizlar toychoqni qanday boqib ulg'aytirsangiz, Alloh taolo ham bergan sadaqangizni tog' barobarida qilib o'zingizga qaytaradi.